1.8 ishqibozlari uchun mana men sizlarga tiniq holatdagi tayyor 2013-yil Lacetti mexanika korobka topib qo'ydim. Mashinamizni sostiyanasi juda ham chiroyli holatda. Yurgan probegi 200 mingdan oshiqrog'i. Sidina holatlari, apshipka, torpedalari qirilgan, chizilgan, dili xira qiladigan joylari yo'q. Maytofonlari bor do'stlar. Ya'ni любой ustalaringga ko'rsatib, любой proverka, ya'ni tekshirtirib olasizlar. Kraskalari atiga 15% aka. 15%, 1.8 motor do'stlar, ABS sistema, yaxshi akkumulyator, konditsioner, hammasi bor do'stlar. Ya'ni olasiz, minasiz degan mashina. Aka, mashinamizda motor, ходовой korobkalarida umuman rasxot yo'q, ha? Yo'q, zo'r. Xudo xolasa metanlari bor ekan. Pol holati pechat. Yaxshi odamlar bo'lsa gen chiqadimi aka? Yo'q, faqat оформление. Faqat оформлениyaga narxi ham yengilroq bo'ladi-da, shunga yarasha aka. Ha. Qancha so'rayapsiz aka? Shu 5 mingdan necha tushib beramiz. Necha tushib berasiz? Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Mashina yaxshi, baraka topamiz. Yo'q, ko'rdim aka. Mashinangizni sanstiyanasi, kuzovlari zo'r holatda aka. Nomeringizni ayting obunachilar uchun. Xo'p, 90 232 91 91. Hoziroq mana shu videoni akalar Lacetti qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Mashina rostdan ham tiniq, ko'rgan odamga bitada yoqadi.